Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va salatu vassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Khayrul kalami kalamulloh va khayru hadiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. O'tgan suhbatimizda siz bilan Allohning yo'lida infoq ihson qilishlik degan mavzuda gaplashgan bo'ldik. Va bir qancha oyat hadislarni ko'rib chiqdik. Xususan ularda mana qisqacha takrorlab qo'yadigan bo'lsak, Alloh taolo Saba surasida marhamat qilib aytdi: "Astagfirullah va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu va huwa khayrur roziqin." Qaysi bir narsani Alloh yo'lida infoq ihson qilar ekansizlar, albatta u o'ziga yetishib keladi yoki orqasidan Alloh taolo ziyoda qilib beriladi deb aytiladi. Hadis qudusida Alloh taolo marhamat qildi: "Ya ibn Adam anfiq unfiq alayk." Ey odam bolasi, sen infoq qilgin, albatta men ham senga infoq qilaman. Alloh yo'lida ihson qilgan kishi, Alloh yo'lida xayr qilgan kishi albatta Alloh tomonidan marhamatni olishligiga Alloh tomonidan va'da qilingan. Mana boshqa hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi: "Hassinu amwalakum biz-zaka va dawu marzakum bis-sadaqa wastaqbalul balaya anwa'ul bala bid-du'a." Moli dunyoylarda zakot bilan qo'rg'onlaylar. Birodarlar, mana shu xususan zakot beriladigan bir Ramazon oyiga mo'ljallagan bo'lsak, zakot bizni molimizni qo'rg'on sifatida qo'riqlashligiga kafolat bo'ladi. Kasallaringlarni sadaqa bilan davolanglar va turli balolarni duo bilan qaytaringlar yoki kutib olinglar deb Rasululloh marhamat qilgan. Demak, zakot berishlik molimizni himoyada, qo'rg'onda bo'lishligining kafolati, sadaqa qilishlik bu kasallarimizdan shifo topishligimizni sababi va duo tevadan keladigan balolarni to'sadigan bo'lgan amal. Hadislarda keladi, duo bilan yuqoridan keladigan balo qiyomatgacha to'xtamaydi, urushib turadi deyiladi. Tevadan Alloh taolo baloni taqdir qilgan bo'lsa, inson duo qilar ekan, albatta bu balo qaytadi. Inson modomiki kasal bo'lar ekan, sadaqa qilar ekan, bu kasalni Alloh taolo ko'taradi. Modomiki zakot berar ekan, molini hifz qilmasini saqlaydi Alloh taolo. O'zi sadaqani biz kasal bo'lgandan keyin doktor sotib yuramiz uni, majburiy sadaqani. Ana shu kasal bo'lgunga qadar shu narsa qilinadigan bo'lsa, shu kasallarni oldi olinar ekan, birodarlar. Boshqa hadislarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana baxil Allohdan uzoqdir, jannatdan uzoqdir, odamlardan uzoqdir, jahannamga yaqindir. Saxiy Allohga yaqindir, jannatga yaqindir, odamlarga yaqindir, jahannamdan uzoqdir. Saxiylik bilan baxillik, birodarlar. Boshqa hadislarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan juda ko'p hadislar bor mana shu sadaqa to'g'risida, Alloh yo'lida infoq to'g'risida. Allohga qasam deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizlarning qilgan sadaqotinglar dunyolardan kamitib qo'ymaydi deydi. Har bitta so'zi rost bo'lgan, Allohdan haq va'da olishga sazovor bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasam ichib aytayaptiki, sizlarni Alloh yo'lida qilgan xayr ihsoninglar dunyolarni kamitib qo'ymaydi. Qasam ichib aytayapti, birodarlar. Mana bugungi suhbatimizga o'tadigan bo'lsak, bugun inshaalloh qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yish degan mavzu bo'ladi. Qalbni bo'shatish. Qalbni ham bo'shatib bo'ladimi degan savol bo'lishi mumkin. Inson ikkita narsadan iborat, birodarlar. Jasad, ruh. Shunday emasmi? Mana shu ikkita narsadan eng asosiy narsa jasadmi yoki ruhmi? Biz shuni farqiga borib olaylik avval. Agar insonga bir kiyim berilgan bo'lsa, misol bir inson oppoq kiyim kiygan bo'lsa, oq shimini, oq ko'ylakni kiygan bo'lsa, bu kiyimini kir bo'lib qolishligidan xijolat bo'ladi-da, to'g'ri kelgan joyga o'tira olmaydi. To'g'ri kelgan joyga suyana olmaydi. Endi sal kirchimoqroq kiyingan odam to'g'ri kelgan joyga yonboshlab olaveradi, to'g'ri kelgan joyga o'tirib suyanib olaveradi. Ikki xil odam, bir xil kiyim, rangi ikki xil bo'lganligi uchun munosabat ikki xil bo'lyapti. Kiyim sizni avratingizni yopib, issiqdan, sovuqdan saqlash kerak bo'lgan xizmatkor emasmidi? Mana shu jasadingizni xizmatda turadigan xizmatchi bo'lish kerak emasmidi? Lekin men afsus bo'lsinki, siz bilan biz uchun xizmatkor qilib bergan mana shu jasad ruh tusdan xo'jayin bo'lib qoldi. Biz ruhimiz, qalbimizni rohatini bir chekkaga surib qo'ydikda, jasadni rohatini qo'yadigan bo'ldik. Bu jasad kiyim emasmidi? Alloh taolo bu dunyoda kiyintirib qo'ygan edi, turpoq bo'lib chirib ketgandan keyin qiyomatda qaytarib kiyintirib bermasmidi? Biz ana shu oq shimni kiyib olib, xizmatkor odamga bo'lib qolgan odamga o'xshaymiz.
Ya'ni shim sizni xizmatingizni qilishdan o'rniga siz shimni xizmatini qilib qo'yapsiz. Xo'p, inson ikkita narsadan iborat ekan. Ruhdan, jasaddan. Ruh Alloh subhanahu va taolodan chiqib kelgan narsa. Fa iza nafaxtu fihi min ruhi, qachoniki mana shu loydan yaralgan odamga o'zimni ruhimdan puflab kirgizganimda unga sajda qilinglar dedi. Alloh taolo o'zini ruhidan kirgizganligini bayon qilyapti. Jasad yerdan chiqqan. Mana shu turpoqning jinsida qanday kimyoviy element bo'lsa, insonning jasadida ham bor ekan. Sizlarni turpoqdan yaratganmiz, turpoqqa qaytalasizlar, yana turpoqdan qayta tiriltiramiz dedi Alloh taolo. Bu jasadlar birodarlar kiyim, bu xizmatkor, mana shu ruhimizni abadiy rohatga yetishligiga xizmat qilish kerak bo'lgan xizmatkor edi. Ruhning rohati ustun turadimi, jasadning rohati ustun turadimi? Biz jasadni quvlaydigan toifalarga aylanib qolmaylik. Shunday bir davrlar bo'ldiki, maymundan yaralganmiz, turpoq olib ketganimizdan keyin qayta tirilmaymiz dedi-da, ana shu maymundan yaralganlar mashinada ishonishvardi bizga, ishontirishvardi. Va faqat jasadning rohatini quvlaydigan bo'lib qoldik. Qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik insonni ikki dunyoda saodatga yetishligiga kafil bo'ladigan amallardan. Qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik. Mana shu mavzu bugungi mavzuyimiz. Avval qalbni bo'shatishdan burun ibodatni nimaligini bilib olaylik. Ibodatni nimaligini bilib olaylik, boshqa narsani chiqarib tashlaylik qalbimizdan. Ibodat deganda siz bilan biz albatta namoz, roza, zakot, haj tushunamiz. Albatta bular ibodat ulug'lari. Va ming afsus bo'lsinki, ibodat deganda faqat shuninglar tushunib qo'yganmiz. Birodarlar, mana kechagi suhbatda ham aytib o'tgan bo'ldik. Musulmon odamda ibodat bo'lmagan hayotida lahzasi bo'lmaydi. Namoz ibodat, roza, zakot ibodat, haji. Birodarlar, yotib uxlashligi ibodat musulmonda. O'tirib dam olishligi ibodat. Suv ichishligi ibodat. Bolasini erkalatib bag'riga bosishligi ibodat. Musulmon odamda ibodat bo'lmagan hayotini lahzasi yo'q. Va biz u ahadikum sadaqadir Rasululloh. Hatto ayollarga yaqinlik qilishligilar sadaqasilar uchun ibodat dedi. Ya Rasululloh, ha o'zimizni shahvatimizni qondirish shunga borsak, shu ham ibodatmi deganda, xuddi mana shu shahvatini haromga olib borishib qo'yishlik ham mumkinmi dedi Rasululloh. Ha dedi, Allohdan qo'rqib halolga bordimi? Demak, ibodat dedi. Musulmon odam uxlar ekan, niyat qanaqa? Kuch-quvvat to'plasa, yaxshi dam olsa, turib bomdodda o'qisa. Demak, niyati to'g'ri bo'lgani uchun odatda qilayotgan ibodati nima bo'ladi? Amallar ibodatga aylanadi. Musulmondan ovqat yeydi. Ovqat yeyishdan maqsadi nima? Quvvatlantirsa, o'zini Alloh yo'lida toatga, ibodatga sarflaydi bu kishini. Demak, ovqat yeyish ibodat. Musulmonda uyg'oq bo'lgani yaxshi. Zikr aytadi, tasbih aytadi, uxlasa ham ibodat ekan. Endi kofirda uxlagani yaxshi. Chunki uxlamagan paytda gunoh ma'siyat qiladi, uxlaganda tiyiladi, lekin uyqusi ham gunoh buni. Chunki uxlaganda to'plagan kuch-quvvatini gunohga sarflaydimi? Demak, buni yurishligi ham, uxlashligi ham, turishligi ham gunoh bo'ladi. Ibodat degani. Bu juda keng ma'noda o'z ichiga oladigan kalima. Ibodat bu Alloh taolo rozi qiladigan so'z, amal, niyat, e'tiqod hammasi ibodatga kiradi. Avvalambor musulmon odamning qilgan amalini Alloh taolo qabul qilishligining ikkita sharti bor deydi ulamolar. Birinchisi, shu qilayotgan ishidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan bo'lish kerak. Nima ish qilishidan qat'iy nazar Allohning roziligi birinchi o'rinda turish kerak, boshqa niyati surish kerak. Bu ixlos. Ikkinchi qismi muvofaqatas sunna. Ana shu qilayotgan ishidan niyati zo'r, endi qilayotgan ishini ko'rinishi ham qana bo'lish kerak. Payg'ambar alayhisalom ko'rsatgandaqa bo'lish kerak. Yaxshi niyat bilan to'morilib qo'yayotganlar bor. Niyati yaxshi. Yaxshi niyat bilan pichoqda olib qo'yayotganlar bor dasturxon ustidan. Niyati yaxshi. Lekin shu qilayotgan ishi payg'ambarimiz qilganmi deb so'rasak, yo'q birodarlar. Va aksincha, payg'ambarimiz aytgandek zo'r qiladi ko'rinishini, amallarini, lekin niyati Allohning roziligi bo'lmasa, bu riyo, bu sum'a deyiladi. Ibodat degani musulmon odamni ichi-yu tashi faqat Allohni deb yashashligi ibodat. Xo'p, shu ibodat bo'lsa, qalbni nimadan bo'shatamiz? Qalbimizda nima bor yana? Qalbimizda ko'p narsa bor. Allohga bo'lgan muhabbat bor, bola chaqaga bo'lgan muhabbat bor, moli dunyoga bo'lgan muhabbat bor, ko'p muhabbat turlari aralashib ketgan.
Alloh taolo aytayapti, bitta meni muhabbatim tursin deydi. Qalb nima? Hadislarda kelar, qalb Alloh taoloning qo'lidagi piyolalarga o'xshatilgan. Xohlagan tomoniga buradi deydi. Alloh taolo siz bilan bizni jasadimizga, chiroyimizga, pulimizga qaramaydi. Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. Qiyomat shunday kunki deydi Alloh taolo. Bu kunda na mol dunyoylar, na bola-chaqalar asqatmaydi. Faqat pokiza qalb bilan kelgan bo'lsanglar, shu qalbingiz asqatadi. Alloh taolo faqat bizni qalbimizga qaraydi. Qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, oddiy bir savol bor. Qalbimizda to'g'risida nima borligini bilmoqchi bo'lsak, oddiy savol bor. Sizni hayotda nima xursand qilyapti va nima qayg'uga solyapti? Ko'p aytganman, bular basa qaytaramiz. Yosh bolangiz qand qog'ozni o'ynab keladi, yutib. Keladida xursand keladi. Ha o'g'lim, ha nevaram desiz, dada deydi, opa dada deydi, 10 ta deydi, qog'oz yutib oldim, qand qog'ozini deydi. Xursand keladi. Sizga baribir. Chunki bu qog'ozga qalbingizda joy yo'q, sizda boshqasiga joy bor. Bolangiz o'sha kuni tushlari rangli bo'ladi. Ertasi kuni keladi, ha o'g'lim, ha nevaram, nimaga qog'oz solingan, nima xafa desa, qand qog'ozlarimni yutkizib qo'ydim deydi. Sizga yana baribir. Chunki u qand qog'ozga sizda joy yo'q. Bolangizni xursand qilib xafa qilganligini sababi qog'oz, qalbida joy bor unga. Siz uchun bu axlat edi, qand yeb tashlab yuborar edingiz. Lekin bolangizni qalbida qog'ozga joy borligi uchun bu qog'oz xursand qilyapti uni, bu qog'oz xafa qilyapti. Mana endi shundan kelib chiqadigan bo'lsa, qaraylik. Bizni qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, bizni nima xursand qilyapti, nima xafa qilyapti. Ko'prikdan o'tib ketyapti, kursni qarayapmiz, siqilib ketyapmiz. Tushib ketyapti narxi. Subhanalloh. Ya'ni ana shu qog'oz bilan ishi bo'lmagan odamga qaramam qo'ymaydi yo'q, chunki kerak emas unga. Unda u narsa yo'q. Shundaymi? Unga keragi yo'q u narsani. Qalbida joy yo'q unga. Ikkita odamni bir futbol kamanda yutkizib qo'ysa, birini go'shi biri yeyotganligini ko'rasiz. Jirillar bezovta bo'layotganini ko'rasiz ba'zi bir odamlarda. Sizga baribir, chunki qalbingizda u narsaga joy yo'q. Mana birodar, qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, bizni nima xursand qilib, nima yig'latyapti. Juda ko'p narsa xursand qilib yig'latadi bizni. Lekin arzimagan narsalar bo'ladi u. Yana u xursand bo'lib xafa bo'lganimiz bilan o'zgarib qolmaydi hayot. Shunday emasmi? Mana shunga o'xshagan narsalardan qalbingni bo'shat deyapti Alloh taolo. Hadis qudsiyda Alloh subhanahu va taolo mana aytadi, ya innalloha ta'ala yaqul, ani nabiy sollallohu alayhi vasallam, ya ibn adam tafarrag li ibadati amla'u sadraka ghina va asuddu faqraka va in la taf'al mala'tu yadaka shughlan va lam asud faqraka. Qarang, istig'forda siz 5 ta narsa bor ekan. Sila rahim qilsangiz umringizga, rizqingizga Alloh baraka berar ekan. Infoq ehson qilsangiz o'rniga to'ldirib qo'yar ekan Alloh taolo, bitta onangizga 10 ta berar ekan. Qarang qanaqa oson. Qarang qanaqa oson. Taqvo qiling, 14 ta foydasi bor. Istig'for eting, kutmagan joydan rizqingizni beradi. Tupikka kirib qolganingizda Alloh taolo chiqarib yuboradi. Nimani evaziga? Allohni rozi qilishga g'am qilinglar deyapti. Bekarga oxirda bermayapti bu dars. Tavakkal qiling, eng kuchli odam bo'lasiz. Taqvo qiling, eng hurmatli odam bo'lasiz. Tavakkal qiling, boy odam bo'lasiz. Qaranglar-da, mana shu darslarni boshlayotganimizda shu oyatni keltirdik. Fabtaghu indallohi rizqo wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Rizqni deyapti Alloh taolo. Allohning huzuridan unga ibodat qilib, unga shukr keltirib istanglar. Allohning o'ziga qaytib borasizlar deydi. Mana shu sabablarni qilib qo'ysak, ko'p ham mana shu jasadni qiynamasak ham Alloh beraveradi. Hadis qudusiga qaraymiz. Alloh taolo aytadi, ey odam bolasi deydi. Meni ibodatimga bo'shat deyapti, qalbingni bo'shat deydi. Bo'shangin meni qalbim ibodatim uchun, qalbingni bo'shatgin. Ko'ksingga boylikni to'ldirib qo'yaman. Qo'li qatingga deyapti, cho'ntagingga deyaptimi? Qayerga deyapti? Seyfingga deyaptimi? Boylikni qatingga joylayman deyapti. Birodarlar, boylik qalbda bo'lar ekan. U seyfda yoki cho'ntakda, do'konda bo'lmas ekan. Hali rizqni bozordan istayapmiz biz. Allohning oldidan ista, keyin bor bozoringga deyapti. Ibodat deganda, demak, tavakkalda Allohga yotib olish kerak ekan, hamma ish tashlab, islom biror kun dunyoda ishini chekiga qo'yinglar degan emas. Islom ikkalasi mana shunday o'sha degan.
Bittasi ibodat, bittasi din degan. Hadislarda keladi. Agar bitta daraxtni ko'chatini yerga o'tkazayotgan bo'lsangiz, qiyomat boshlanib qolsa, tashab ketmang deydi. Ko'chirib qo'ying deydi. Dunyoda obod qilishga ishora emasmi? Odam alayhisalom yerga tushirib turib, yerda obod qilasan demadimi? Akalar, asfaltni solish kerak, daraxtni ekish kerak, uyni bola-chaqani boqish kerak, lekin bu Allohning ibodatidan oshganimizdan keyin qilishimiz kerak. Boylikni ko'ksingga joylayman. Boylik nimada? Alloh bergan kunga rozi bo'lishlik boylik akalar. Shunday emasmi? Kambag'allik ham xuddi shunday teskarisi. Alloh bergan kunga rozi bo'lmang, sizdan qashshoq odam yo'q. Qancha pulingiz bo'lishidan qat'iy nazar. Ey odam bolasi, meni ibodatimga qalbingni bo'shatib qo'ygin, ko'ksingga boylikni beraman. Rozilik degan boylikni beraman. Va asuddu faqraka. Faqirligingni to'sib qo'yaman. Ya'ni millioner bo'lib ketasan, million beraman demayapti. Xotirjam bo'lasan deyapti. Bir narsaga muhtoj qilmayman deyapti. Mana boylik. Kerak bo'lganda keragicha beraman, oshiqcha bermayman. Lekin matnda nima bor? Rozilik bor, qanoat bilan, xotirjamlik bilan yashaysan. Endi buni aksini qarang. Agar shunday qilmasang deydi Alloh taolo. Agar shunday qilmasang, qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman. Sizlar rahmga vaqtimiz bo'lmayapti, to'g'rimi? Ishlar ko'p. Oshnamizni ko'nglini uni qoldirmaslik uchun borib o'tiramiz, bo'g'ilib, siqilib bo'lsa ham, xafa bo'lib qolmas. Lekin ota-onamiz oldiga kiramiz, nima qilamiz? Ishlar ko'p, tezroq chiqib ketish kerak. Ya'ni oshnamizni ko'nglini o'ylaymiz, ota-onamizni ko'nglini insof qilaylik-da. Shunday-da. Agar qalbini bo'shatmasang, bu yer yuzidagi vallohu alam aksariyat insonning holati. Qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman, faqirligini to'smayman. Ishi to'xtamaydi, doim sezon. Pul o'shuncha, lekin kamchilik ham, yetishmovchilik ham o'shuncha. Qo'lida qancha katta bo'lishiga qarab, dard ham o'shuncha xilma-xil, muammo ham o'shuncha xilma-xil, orzu, havas ham ana shuncha xilma-xil. Bitta narsani evaziga beryapti Alloh bu narsani. Qalbingni bo'shat meni ibodatim uchun. Qila olamizmi, qila olmaymizmi? Mana qalbda nima borligini bilishida oddiy testini aytib berdim. So'rang o'zingizdan. Chiqsangiz paxtakor yuzib qo'yibdi. Xotirjammisiz? Demak, qalbingizda yo'q bu narsa. Siqilib bo'g'ilyapsizmi? Uxla olmaydigan ahmoqlar bor. Falon mamlakatda manaqa ish o'tdi-da, bittasi gapirsa, ikkinchisi uni teskarisini gapiradi, jiqamni sho'p ketadi. Senga nima? Baribir emasmi senga? Bizning qalbimiz Allohning ibodatidan boshqa narsalardan chalg'ib qolganligi uchun mana shunday holatlarda yashayapmiz, birodarlar. Mana salaf solihlarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, ular qanaqa bo'lishgan? Abu Dardo roziyallohu anhu islomga kelgunga qadar Madinadagi katta boy savdogarlardan bo'lgan. Uni do'sti Abdulloh ibn Ravoha ana shu Badr g'azotdan kelyotib, uyga kirib butini sindirib chiqib ketadi. Har kuni sig'inadigan butini. Do'stiga ravo ko'rayotgan narsasini qarang. Shu butga sig'inmasini kelib chaqirsa, ayoli Abu Dardo chiqib ketgansa, ichga kirib chiqadi deydi. Mehmon olsa kirib butini sindirib chiqadi. Abu Dardo kelib qarasa, butini sindirib qo'yibdi. Shunday bir g'azab o'tiga minadi, qilichni olib Abdullohni chopaman deb chiqadi-yu, Alloh hidoyat beradi. To'xta, bu iloh bo'lsa, o'zini himoya qila olmabdi-yu. Shu kundan boshlab iymon keltirdi. Islomni, iymonni qalbda Allohga bo'shatib qo'yishni mazasini topgandan keyin aytgan ekan. Katta boy bo'lgan u kishi. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning devori bilan bir devor do'konim bo'lsa, masjidi bilan 5 mahal namozni masjidda o'qib turib, kuniga 1000 dinor foyda topsam, qilmadim shu variantni deydi. Nimaga desa, qalbim tijorat bilan og'ir bo'lib qolar ekan baribir. U yo'qligi uchun keyin kambag'allikni toladi emas, bo'lgan. Boylikni had mazasini ham tortib ko'rgan, iymonning mazasini ham tortib ko'rgan. Ini farqli olagan. Molani qilma deyishdan burun boshqa narsani ko'rsin-da bir odam. Mola ovqat bermaz ekan, buni yema demasdan shirinni bering-da. Yeb ko'rgandan keyin u nariga o'zi tashlab yuboradi. Bizda yo'qda qalbimizda boshqa rohat. Shu 5-6 so'm topsak xunaymiz, 5-6 so'm ketsa xafa olamiz, undan boshqa bizni xursand qilib xafa qiladigan narsa yo'q. Abu Dardo roziyallohu anhu kambag'al bo'lgan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga mehmon kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyida hech narsa yo'q, birodarlar. Qaranglar, domlasha o'tirganlarda kim uyda shu holat? Rasulullohning uyida hech narsa yo'q. Agar bu dunyoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
Sizlar o'ylagandaqa yaxshi narsa bo'lganida, kofirlar bu dunyodan bir tomchi xush suv ichganchalik narsani ham olmasdi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo: "Ey Muhammad, Makkani Badxo degan joyni oltindan qilib beraymi?" dedi. Rasululloh yo'q dedi. Payg'ambarimizga podshoh payg'ambar yoki kambag'al qul payg'ambar bo'lishi taklif qilinganda qul payg'ambarlikni, kamtarlikni tanladi. Ana shu ketib borgan chiroyli dunyo degan qizga hamma ko'zini qisib ketaveradi dedik. Qiyomat kunida kampir bo'lib ko'rsatilganda haddar ekan odamlar. Dunyoda ravo ko'rmaganman seni chiroyli qiz paytingda, mo'min bandamga. Endi kampir bo'lganingda jannatga kirganda seni ravo ko'ramanmi deyapti Alloh dunyo hayotiga. Agar biz o'ylaganda yaxshi narsa bo'lganda payg'ambarimiz dunyoda tanlasa kerak edi. Agar bu dunyo hayoti biz o'ylaganda yaxshi narsa bo'lganda payg'ambarimizgacha qiyomatgacha yashashlik taklif qilindi. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi deyildi. Yer yuzida siz hukmron bo'lasiz qiyomatgacha. Keyin jannatga kirasiz dedi. Yoki hozir o'tib Parvardigoringiz huzuriga tasdiqladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida turgan yigit harakat qilish, "Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi? Bizni tanladingizmi?" deb xursand bo'lib ketdi terisiga sig'masdan. Rasululloh agar tanlagandachi tirik bo'lardi hozir. Qiyomatgacha ustimizda turar edi. Bunday holatga tushib qolmas edik. Hali yigit terisiga sig'may ketgan ekan. "Bizni tanladingizda albatta" deganda, payg'ambarlardan hech qaysiga bu narsa ro'baro qilinganda dunyoda tanlagan emas. Rafiqul alamin al-janna shuni tanladim dedi. Agar arziydigan narsa bo'lganda payg'ambarimiz dunyoda qo'yilar derdi. Qalbingizda to'rini to'ldiringlar dunyo bilan derdi. Undan tashqari men afsus bo'lsinki, dunyoga muhabbat qo'shsiz Alloh bergan kunni ko'rasiz ekan. Yozib qo'ygan ekan, masalan, bittamizni bo'yimiz 1.70, vesimiz 80 deb yozgan bo'lsa, rozi bo'lib yashayapmiz-ku shunga, to'g'rimi? Nimaga men nemis, nimaga fransuz bo'lib qolmadim deb shikoyat qilmayapmiz-ku. Ha, bo'yingizni, vesingizni shuga rozi bo'ldingiz. Nimaga rizqingizni shu kelganligiga rozi bo'lmaysiz? U ham shu rizqning o'zi bitta narsasi. Abu Dardo roziyallohu anhu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdi, kim biz uyga kelgan mehmonga borib qonun to'g'izib qo'yadi desa, bitta odam turib men deya olmayapti, chunki qo'lida hech narsa bo'lmagan ularda. 3 marta so'raydi. Rasululloh uchun jonini berishga tayyor bo'lgan sahobalar, lekin bitta sahoba men qonun to'g'izib qo'yaman deya olmayapti chunki yo'qligidan. Lekin bittasi shikoyat qilmagan. Xazina 3 ta narsa deyilgan ekan ulamolar tomonidan. Dardingizni birovga shikoyat qilmaslik, kamchiligingizni shikoyat qilmaslik va kasalligingizni shikoyat qilmaslik degan ekan. Kambag'allikni, dardni bir qiyinchilikni. Birovga dardingizni aytmaslik haqiqiy boylik degan ekan. U egasi bor, adresi bor u kimga shikoyat qilishlik. Lekin o'sha adresdan uzilib qolganmiz biz. Bir-birimizga shikoyat qilib, xuddi ushatib qo'yadiganda qilma qiylanib qolsan deb. Kim deganda Abu Dardo men deb turdi. Uyga bordi, bir kishi turadigan ovqat bor edi uyda. Oldiga qo'ydi, chiroqni o'chirdi, chapilab o'tiraverdi, yegandek. Kim uchun qildi bu ishni? U zot bildi. Odamlarda qilgani yo'q. Ayoli ham bilmadi kerak bo'lsa. Qo'yib chiqib ketdi, erim bilayapti deb. Bola chaqasini ochib qo'ydi shu kuni. Lekin ertalab oyat nozil bo'lmadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Mana shu qorong'i kechada bo'lgan ishni Alloh azza va jalla ko'rdi, 7 qavat osmon ustidan ulardan rozi bo'lganligini oyatlarini tushirmadimi? Bir china ovqatni Alloh roziligini olish bo'lgan ekan, bir china ovqat bilan. Nimaga desa, qalbida bo'lmagan bu dunyo. O'shuning uchun mazza qilib yashagan ular. Aytganmiz, bir olim o'tirsa, keldi bittasi. Sizni Shomga chiqargan karvoningizni o'g'ri uribdi, qaroqchi uribdi, nol bo'lib qolibsiz desa, ozgina turdida, alhamdulillah dedi. Ertasi kuni haliga shu xabarni olib kelgan odam xursand kirdi, masjidda o'tirdi, Ali oqsoqol yana olim. U karvon sizniki emas ekan, sizni karvoningiz ertaga kirib kelar ekan, juda katta foyda bilan kelyapti ekan dedi. Ozgina suv saqlab turdi-da, o'ylanib, yana alhamdulillah dedi. Hali xabarni olib kelgan achchiq kelib, ha u so'zga ham, bu so'zga ham alhamdulillah dedingiz. Nima buni siri dedi? Bori burdingizdan ayrilib nol bo'lib qoldingiz dedi. O'ylanib qalbimga quloq solsam, qalbim hech narsa demadi. Siqilmadi. Ha, qalbimga joylanib qolmagan ekan dunyoyim, alhamdulillah deb xursand bo'ldim deydi. Ertasi kuni bo'lib ketibsiz, pulli bo'lib ketibsiz, boy bo'lib ketibsiz dedingiz, yana qalbimga quloq soldim deydi. Qalbim xursand bo'lmadi deydi. Alhamdulillah, qalbimga joylanmabdi, Allohga hamd aytdim dedi. Chiqsangiz qalpog'ingizni sug'urib ketibdi. Siqildingizmi? Demak, qalbingizda joy bor unga. Chiqdingiz, chizib qo'yibdi bir chekkasini o'g'lingiz yo qizingiz mashinangizni. Siqilyapsizmi? Qalbingizda joy bor bunga. Emblemasini sug'urib ketishga odat bo'lib qoldi hozir. Birodar, siz siqilsiz ham ketdi u. Siqilmasiz ham ketdi. Endi rozi bo'lib qo'yavering-da. Xotirjamlikni bilasiz.
Vallazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi. Meni bandalarga musibat desa aytishadiki, albatta biz Allohning mulkimiz, albatta Allohga nima qilamiz? To'g'rida endi dod desiz ham bo'ldi, tomdan tashlab o'tsiz ham bu bo'ldi. Rozi bo'lavering, boy bo'lavering. Qalbini dunyoga bermagan sahobalar. Umayr ibn Sa'd roziyallohu anhu Himsga vali qilib yuboradi Hazrat Umar. 1 yil turadi. Hims aqli shunaqa injiq bo'ladiki, 6 oy turmaydi yerda yangi bo'lgan valilar. Shikoyat qilishaveradi Umarga, almashtiraveradi. 1 yilgacha Umayrdan shikoyat ham kelmaydi, Madinaga jo'natilish kerak bo'lgan soliq pullari ham kelmaydi. Hazrat Umar nihoyatda bir ziyrak odam bo'lgan. Bu deydi bir ish bor bu yerda deydi. Nimagadir shikoyat ham kelmayapti, nimagadir pul ham kelmayapti. Chaqirtir deydi. Xat yozadi, "Ey Umar, xatni olishingizdan yetib keling, to'plagan narsangizni olib" deydi. 2 oyda kelar ekan kishi. Kirib, "Ya Amiral Mo'minin, men keldim desa, sen kimsan?" deydi tanimasdan. Desa, "Umayrman" deydi. Orqasida to'ra xaltasi bor. 1 yil hokim bo'lib turgan, gubernator bo'lib turgan, vali bo'lib turgan odam. Eng boy viloyatda. Qarab tursa, Umayr. Men senga 2 oy burun kelishingni aytdim-ku desa, xatni olishim bilan chiqdim yo'lga deydi. Piyoda keldim, piyoda keldim. Nimaga ot bilan so'ramading qavmingdan desa, berishim oldi, men so'raganim hayo qildim deydi. Nimaga 1 yildan beri deydi, pul kelmayapti deydi. Desa, shahar oqsoqollarni to'pladim, tushgan pulni shaharda ehtiyojiga sarfladim deydi. Shuning uchun shikoyat kelmagan bo'ladi. Orqangda nima bor deydi. Borib to'plagan narsamni ko'tarib yurib orqamda deydi. Hazrat Umar albatta shu bir narsa bor orqasiga deydi. Qani to'ychi deydi, to'ysa bitta abdastasi, bitta kiriyadigan joyi, bitta piyolasi, bitta chaynagi bo'ladi birodarlar. Ana dunyoga muhabbat qilmagan odamlar qana bo'lgan. Tasavvur qila olasizmi? 1 yil vali bo'lib turgan odamni shunga qaytib kelishini. Bir marta buyurdingiz, "Xo'p deb bordim valilikka, endi bormayman. Menga javob ber", o'zini qishlog'iga ketadi. Hazrat Umar Xorisa degan o'zining xizmatchisini jo'natadi, bor deydi. Ziyrak odam bo'lgan. 3 kun mehmon bo'l deydi, ko'r deydi. Agar u biz oldimizda kambag'al faqir bo'lib uyga bosib qo'ygan bo'lsa, xabarini aytasan. Yo, agar haqiqatan shunaqa kambag'al bo'lsa, bir xalta tilla beradi, monani ber, tirishlik ishlatsin deydi. Boradi Xorisa, uyga kiradi, 3 kun mehmon bo'ladi. 3 kun chevatini 3-4dan biri kelaveradi, 3 mahal. Cho'zmadingmiz-ku biz. Shuni qalinrog'ini 4dan biri ertaman shu bitta shunaqa, abetda shunaqa bitta, 3 shunaqa yeydi. Umayrning qo'shnisi chiqib aytadiki, "Mehmon" deydi. "Mehmonning haqi 3 kun" deydi. "Agar ketmoqchi bo'lsangiz, keting endi" deydi. Chunki Umayrni qiynab qo'ydingiz deydi. "Er xotin yeydigan taomni sizga berishyapti" deydi. Ana qalbiniga dunyoni bog'lamagan kishilar. Qani u kishilar? Chaqiradi. "Ey Umayr" dedi. "Meni Hazrat Umar mana ish bilan jo'natuvdi. Haqiqatan faqir ekansiz. Mana deb mana sizga deb berdi. Bizga kerak emas. Bizi kunimiz o'zi yaxshi deb turuvdi, ayol eshitaydi turuvdi. Ayol eshitib turuvdi. Ayol nima deydi? Olavering dedi. Faqat u sahobaning ayoli edi u. Oling dedi. Bizga kerak bo'lmasa, mana shaharimizda dedi, kambag'allar bor dedi, shularga tarqatamiz dedi. Ana akalar. Er zo'r, ayol ham shunga loyiq. Olishdi, ertalabgacha tarqatishib Xalifani oldiga chaqirtirganda bordi. Pulni berdi, ovqatni berdi, kiyimni berdi. Aytdiki, "Uyimga dedi 2 dona chevat tashab kelganman" deydi. Xalifani oldida aytayapti. Ungacha Xudo poshsho, o'zi 3 kun 4 kunda borib keladigan yo'lda bo'ladi. Uyimda 2 ta chevat qolganini Alloh berib turadi, lekin mana kiyimni olaman deydi. Chunki ayolim ustiga ko'ynaga nafizlashga bitta kiyimni olib ketadi. Mana bu odamlar bo'lgan, qanaqa qilib yashagan ekan bular deysizda? Boyaga hadis qudusiy kelyapti. Matinga deyapti, xotirjamlik degan boylikni solib qo'yaman, faqirlikni qo'yindan qaytaraman. Boylik birovga muhtoj bo'lmaslik. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu bilan bu akalar jinda bir og'irroq darslik uchun ozgina vaqt o'tib ketyapti. Afv qilasizlar. Hazrat Umar xalifa bo'lib turgan paytda Abdulloh ibn Abbos payg'ambarimizning jiyani yeri qo'shni bo'ladi. Yerida ishlayotgan odamlar urushib qolgan paytda Abdulloh ibn Abbos qattiq g'azab qiladi-da, xalifaga, Amiral Mo'mininga, "Ey Xattobning bolasi, itlaringni meni yerim oldidan surgin" deb turib xalifaga yozadi. Ya'ni assalomu alaykum Amiral Mo'minin yo'q. "Ey Xattobning bolasi, sen itlaringni meni yerimdan ol" deb yozadi.
Shunda Abdulloh ibn Umar, Hazrat Umarning o'g'li bu narsani eshitib turib, "Ya Amiral Mo'min, aytadi, otajon deydi, siz Amiral Mo'minin bo'lsangiz, shunaqa behurmatlik qiladimi?" deganda, "Bu deydi Rasulullohning jiyani ahli bayt" deydi. Xatga orqasiga yozadi. "Assalomu alaykum va rahmatulloh, ya Rasulullohning jiyani, falonchi, agar shu yer siz bilan biz o'rtamizga sog'chilikka sabab bo'layotgan bo'lsa, yer va uning ichidagi hamma xizmatkorlar mendan sizga hadya" deb yozib yuboradi. Hazrat Umar ham boy bo'lgan emas, birodarlar. 12 ta yamag'i bilan xutba chiqib gapirgan minbarda. Shunaqa kishilar bo'lgan. Vaholanki, ana shu davrda Fors bilan Rumning xazinasini to'kib qo'yishgan edi Madinaning xazinasiga. U shunday kishilar bo'lgan. Ular boy bo'lgan, qo'lida puli bo'lmasa ham boy bo'lgan ular. Chunki qalbida faqat Allohning muhabbati bo'lgan. Hukamolar aytadi, dunyodagi hamma yomonliklar, yomon ishlar bitta uyga berkitildi, qulublandi. Uni kaliti dunyoga muhabbat qo'yishdir. Hubbu dunya rasul kullal xotiya. Dunyoga muhabbat qo'yish hamma yomonliklar berkitilgan eshikni ochib oladigan kalit. Va jamiki yaxshiliklar bitta uyga berkitildi, qulublandi. Buni kaliti zohidlik. Zohid degani behojat bo'lish degani. Tarki dunyo qilish degani emas, pulni topadi, mashinani minadi, uyni soladi, lekin qalbida emas bu narsa. Tushunarlimi? Puli bor, million ham milliard, lekin qalbida emas. Bu yerga olim singari alhamdulillah deb qo'yaveradi. Siqilmaydi dunyosi uchun. Xususan rizq haqida gapiryapmiz ekan, bitta misol bilan tugatamiz suhbatni. Mana bizning ko'chaga 31 degan marshrut turadi, birodarlar. Mana Jidar idishi bilan Alimtevaga boradi. 20 minut, 25 minut intervali bilan keladi. Qassoblar avtomobilda turishadi. Qachon qarasa qassoblar 31 kelayotganini ko'rishaveradi. Hali 31 ni kutib Alimtevaga boraman degan odam o'tiradi, hech 31 kelmaydi. O'zi 20 minutda keladi. Kutgani uchun kutayotgan odamga uzoqqa o'xshab ko'rinyapti. Kutmayotgan qassoblarga har 5 minutda 31 kelayotganga o'xshayapti. Kutganga ham, kutmaganga ham o'zi 20 minutda keladi. Kutgani uchun qiylanib ketyapti, kutmagani uchun maza qilyapti. Birodarlar, bu rizqni Alloh yozib qo'ygan. Onasimizning qonida 121 kunga to'lgan kunimiz, rizqimizni, ajalimizni, amalimizni, borar joyimiz yozib qo'ygan. Tomdan tashlab olsak ham gap shu. Qachon bo'lib ketarkinman deb siqilyapmizmi? Uzoqqa o'xshaveradi, siqilaveramiz. Endi tashab qo'ying-da. Ha, keptimi 31 deb qo'yasiz. Ming afsus bo'lsinki, bizning qalbimiz Allohning muhabbatini qo'yib, ana shu 31 ni kutish bilan ovora qo'ygan. Qachon qilarkanman, qachon putkizib olarkanman, qachon yetarkanman. Oddiy, sodda, lekin lo'nda misol bo'ladilar. Kutmanglar-da, mehnat qiling, dehqonchiligingizmi, qassobchiligingizmi qiling, lekin natijasi haqida g'am qilmang, kelganda sanab qo'ying, amoncha foyda bo'libdi, tashab qo'ying. Ana xotirjamlik. Astonobkada o'tirmanglar, birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.